G'ijduvon tumani Sog'liqni saqlash bo'limida 2026-yil qish mavsumida amalga oshirish rejalashtirilgan ustuvor vazifalar: aholini skrining tekshiruvlari bilan to'liq qamrab olish, malakali, sifatli yordam ko'rsatishni ta'minlash, onalar va bolalar o'limini kamaytirish, nogironlikni kamaytirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida quyidagi chora-tadbirlar rejalashtirilgan. Tibbiy xizmatlar sifatini oshirish. Joriy yilda tumanda rejalashtirilgan 73.962 nafar bemordan birinchi chorakda 18.000 nafar bemorni davlat mablag'lari byudjeti hisobidan turli yo'nalishlarda davolanishni tashkil etish. Tibbiy ko'riklar va skrining tadbirlar tashkil etish. Tug'ish yoshidagi ayollarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish. 40 yoshdan yuqori aholi yuqori qon tomir va endokrin kasalliklarini erta aniqlash va bo'yicha skrining tekshiruvlaridan o'tkazish. 55 yoshdan yuqori ayollarda reja asosida tibbiy ko'rikdan o'tkazish. 2 va 10 yoshdagi bolalarni germentoz kasalliklarini tekshirish. 45-65 yoshdagi ayollarni mammografiya orqali ko'krak bezi saratonini erta aniqlash. 35-45 yoshdagi ayollarni kolposkopiya tekshiruvidan o'tkazish. Bachadon bo'yi saratonini erta aniqlash. Joriy yil rejada 156.820 nafar aholining birinchi choragida 39.200 nafari tibbiy ko'rik va skrining bilan bosqichma-bosqich qamrab olish. Moddiy texnik bazani mustahkamlash borasida amalga oshirilishi kutilayotgan Vazirlar Mahkamasining energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan loyihalarni jadallashtirish chora-tadbir to'g'risidagi 300-sonli qarori asosida 3-chi, 7-chi, 8-chi sonli oilaviy poliklinika binolarini qayta rekonstruksiya qilish. Kadrlar salohiyatini oshirish. 8 nafar malakali mutaxassislarni Turkiya davlat respublika ilmiy amaliy tibbiyot markazlarida malaka oshirishga yuborish. Viloyat va respublika miqyosida xorijiy mutaxassislar ishtirokida master klass tashkil etish va Buxoro davlat tibbiyot instituti bilan hamkorlikda 4 nafar xodimning ilmiy darajaga ega bo'lishini erishish. Profilaktika va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish. Har chorakda mahalla kesimida kasallanish ko'rsatkichini tahlil qilib va manzilli profilaktika chora-tadbirlarini o'tkazish. To'g'ri ovqatlanish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish. Ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilish. Joriy yilda rejada 70 ta mahallada 69.965 ta xonadon birinchi chorak uchun 17.400 ta xonadon haftalik sog'lom ovqatlanish menyularini ishlab chiqish. Sog'lom hayot uchun 5000 qadam aksiyasini mahalla va tashkilotlar kesimida o'tkazish. Sog'liqni saqlash rahbarining xalq deputatlari tuman kengashida muntazam axborot berib borish.